Assalomu alaykum olovli obunachilar. Men sizlarga bugun $27,500 ga kottej uy topib qo'ydim. Men undan oldingi qo'ygan videomni ko'rgan bo'lsanglar, u 4-etaj edi, ko'playtdi. Baland etaj ekan, u bu deb o'shanga men sizlarga 1-etajdan topib qo'ydim. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Olchani kirib ko'rsam. Bu yerda koridordan kirish shart emas, tashqaridan kirsanglar ham bo'ladi. Bu yoqdan eshik qilib qo'yishgan. Eshikdan kiramiz. Eshikdan kirganda bu yoqda oshxona ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda akkuratni o'tirib choy ichishga yaxshi joy. Bu yoqda tualet hammom. Sizlarga ko'rsataman mana. Tualet hammomi bor. Undan tashqari bu yoqda yana bitta xona. Bu yoqda yana bitta xona detskiy qilib qo'yishgan. Bitta tozalab akkuratni qilib qo'ysa bo'ladi, o'tlarni olib, mashinaga kirib kelib, primo uyga kirib keturasizlar. Unaqa orgarchilik bo'lib qolmaydi, xudo xolisa. Sizlarga lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, lokatsiyamiz Yakkasaroy tumani, Fergat eski kafeni hamma biladi, ko'rishingiz mumkin. Fergat yonida ko'chadan kirganlar, ikkita ko'cha o'tganlardan o'ngga burilasizlar, bu yoqdan uyimizga kirasizlar, ko'rishingiz mumkin. Yashamayman, arendaga berib qo'yaman deydiganlarga bo'lsa ham $200 dan arzonga qo'ymaysizlar bu yoqni. Bu yoqda gaz, svet, suvdan vash problem bo'lmaydi. Lokatsiyasi vash zo'r joyda. Sizga savol aka. Plyus bo'lganda 27,500 yana sunnat o't beriladi. Mana shu yo'q qo'yarmi deysiz? Qo'yish kerak. Ay, ortiqcha bo'lsa bemalol qo'yarman. Odam qo'yib qo'yishga yaxshi joy ekan. Ertaga sirozga tushsa ham, xudo xolisa yutqizmaysizlar. Yaxshi joydan uy ham berishadi, pul ham berishadi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Aka gaplashdim o'shaning uchun. Odam turib turadi, bu pul bor. Keyin yangi joydan uy. To'ppa-to'g'ri. Mana shu pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, xudo xolisa chiroyli narxlarda qilib berishadi.